Boshlang, hamma tayyormisan? Assalomu alaykum, hurmatli tanlov komissiyasi a'zolari hamda ishtirokchilari. Bugun 2025-yil 13-iyun Jarqon tuman hokimligi bosh yuridik konsulti vakant lavozimi uchun suhbat bosqichi bo'lib o'tadi. Bu lavozimga vakansiya.argus.uz platformasi orqali jami bo'lib 6 nafar nomzod hujjat topshirgan bo'lib, shulardan 3 nafar nomzodning malaka talabi to'g'ri kelmaganligi uchun qaytarildi. Test bosqichiga 3 nafar nomzod o'tkazilib, test bosqichiga 3 nafar nomzoddan bir nafari qatnashmaganligi uchun qaytarildi. Test bosqichidan 2 nafar nomzod o'tgan. Birinchi nomzodni taklif qilaman. Assalomu alaykum. Hozir o'zingizni tanishtiring. Men Abdulsamatov Komil Abdulvahobovich 1999-yilda tug'ilganman. Men Jarqon tuman Soqchi mahallasida Termiz davlat universiteti yuridik fakultetini tugatganman. Sizga random dastur orqali 5 ta savol beriladi. Bilganlaringizga Qachon tugatgansiz? Men 24 tugatganman. Boshlang. Shu savolga nechta vaqt beradi? o'qib Javob berib ketishlaymi? Bilganim. Birinchi savol: murojaatlarning nechta shakli va turlari bor? Murojaatlarning 3 ta shakli bor, turlari bor. Bu ariza, taklif, shikoyat. Turlari, bu shakllari esa og'zaki, yozma, elektron. Birinchi savol. Ikkinchi savol: aholining real qo'shimchalar kiritish ham mumkin. Birinchi savolga Bemalol. ariza bo'lsa, u ariza insonning huquqini, buzilgan huquqini tiklash, ya'ni o'zini huquqini talab qilib olish tushuniladi. Keyingisi ikkinchi savolga tushunadi. Aholining real daromadlari qanday tushunasiz? Aholining real daromadlari bu mehnat faoliyati orqali erishilgan daromadlar bo'lsin, kasb faoliyati davomida olinadigan moddiy o'zining oylik ish haqlari bo'lishini belgilaymiz. Tushuncham shu hozircha. Ikkinchi savolga qo'shimchalaringiz bo'lsa javob berishim mumkin. Ikkinchisi: faoliyat yuritayotgan sohangizda qanday tizimli muammolar mavjud? Tizimli muammolar to'g'risida. Bu faoliyat yuritish hozir bironcha ishlaysizmi? Yo'q, Termizda ishlardim. Hozir ishlagan 5-maydan beri. Muammolar bo'yicha nima aniqlar bor sizda? Shu bo'yicha ozgina gapiraymi? Agar shu yo'nalish qismidan siz bilgan duch kelgan muammolar. Duch kelgan muammolar endi yuridik xizmat xodimlarini o'zlarini ta'minlaydigan ishxonasi bo'lishi kerak. O'sha o'zining xonasi, o'sha keltirilgan yuridik xizmat xodimiga qo'yilgan o'sha talablar bo'yicha gapiradigan umumiymi yo keng qamrovmi? Endi shu qisqa agar muammo bo'lsa, shu muammoni keltirib deb so'rayapti-da, agar sohangiz yuzasidan tizimli muammo, o'sha yuridik yo'nalish bo'yicha og'riqli masalalar duch kelgansizlar, endi tushgan kelasi o'sha bo'yicha. Menimcha muammo ish joyimda yo'q edi. Sababi
hammasi joyida, kompyuter bilan ta'minlagan edi, printerlar bor edi, stul, konditsioner, temir seyflar hammasini ta'minlangan edi meni ishxonamda. X. Erkin turistik zonalar tashkil qilish bo'yicha nimalarni bilasiz? Erkin turistik zonasi. Hozir prezident farmoni ham chiqdi o'sha bo'yicha erkin turistik zonalarni tashkil qilish bo'yicha bu turizmlarni jalb qilish, turistlarni jalb qilganda bu davlatning rivojlanishiga birinchi navbatda yaxshi yo'l ochadi, sababi turizm bizning tarixiy madaniy meroslarimizni o'rganadi chet elliklar kelib. Bu bo'yicha prezident farmonlari imzolangan. O'sha farmonlar bo'yicha hozirgi kunda har bir viloyatlarda samarali ishlar olib borilmoqda. Bu bo'yicha. X. 2022-2026 yillardan mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida gapirib berilyapti. Bu taraqqiyot harakatlar strategiyasida bu o'sha davlatning shu 2022-2026 yilgacha bo'lgan ishlari mo'ljallangan ishlar bo'ladi. Bu yerda asosiy g'oyalar bo'ladi. Davlatni rivojlantirish, chetdan investitsiya kiritish, o'sha bo'yicha uzoq muddatga mo'ljallangan strategiyasi bo'ladi. Bunda maqsadlari bo'ladi. Maqsadlari endi hozircha aniq esimda yo'q, lekin 100 ta menimcha maqsadi bo'lishi kerakda bu bo'yicha. Alohida biznesni rivojlantirish bo'yicha, yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha, tadbirkorlarga yo'l ochish bo'yicha, keyin qisqacha men ma'lumotim shularda harakat strategiyasida. Hurmatli tanlov komissiyasi, qo'shimcha savollaringiz bo'lsin. Qo'shimcha savollar bo'lmasa, suhbat natijasi tasdiqlab ma'lum qilinadi. Rahmat, charchamangiz. Sog' Bitta o'zingiz tanishtirsangiz. Men Tilorif Nurdin Yo'ldashevich, Jarqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Oiladaman, 4 nafar farzandim bor. Ma'lumotim oliy, muqaddam sudlanmayapman. Yani nima? Sizga random dastur orqali 5 ta savol beriladi, o'qib javob berib ketaverasiz. Bekzod aka, savollar chiqarasiz. Inflyatsiya nima? Inflyatsiya bu shu pulning qadrsizlanishi. Sport tahlil bo'lgan murojaatlar necha shakl bilan turlari bor. Bu jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. Murojaatlarda og'zaki, yozma va elektron shakli bor. Turlari ariza, shikoyat, taklif.
investitsiya shartnomasi haqida bilasizmi? Investitsiya shartnomasi. Shartnomalar O'zbekiston Respublikasi shartnoma bazalari to'g'risidagi qonun talablari doirasida tartibga solinadi. Investitsiya shartnomasi haqida umumiy tushunchaga egaman hozir. Hurmatli davlat komissiyasi, qo'shimcha savollaringiz bo'lsin. Savol yo'q. Hozirmi? Komissiyalarda e'tirozingiz yo'q? Yo'q. Ishtirokingiz uchun rahmat. Izzat aka bo'ldi, boshqa nomzod qolmadi. Rahmat, suhbat yakunlaymiz. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat aka sizga.